Dada nima qilyapsiz? Ha, siz urinib qolmay, o'qishdan kelib o'zim qilaman. Bolam. Sen harakat qilsam ozgina yozilaman. Sen o'qishingga boraver. Hali kelsin yana birga ham qilaveramiz. So'nggi ham oz qoldi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Dada bitta duo qiling, men borib kelay. Amin. Nimaga niyat qilgan bo'lsang, niyatlaringga kim boraman. To'xta. Qaynog'im menga telefon qildi. Hozir kelyapti ekan. Qanaqadir ishi bor ekan. Bor, tuzukroq ustuvashini kelib chiq. Ustuvoshim bori shu. Ha, mayli. To'ydan keyin bunaqa ustuvoshda yurmaysan. Shahardagi eng katta biznesmenning qizini olyapsan. Dada, uyga kirib turing. Ana kelib ketib olsin. Bu odam gap o'qimas ekanda. Hay. Menga qara. Hozir ana kelib qolsa, dadam demagin. Mardikor usta deb qo'yardim. Tushundingmi? Aka, bu nima deganingiz? Ana kelishdi. Assalomu alaykum. Keling aka, aytganingizni o'zimiz borardik, so'rash. Assalomu alaykum. Gapni qisqa qilaman. To'y bo'lmaydi. Boy aka, men nima deyapsiz? Uyda remont qildiryapsizlarmi? Ha, boy aka, bozordan madikor olib keldik. Aka, bu nima deganingiz? San jim tur. Usta ham yomon sekin ishlar ekan. Haydab yoshroqlarni olib kelaman. Bo'ldi qiling aka. Bu odam usta bas. Mana otam bo'ladimi? Ha? Otam deysizmi? Ha, biz otamiz bo'ladilar. Biz shunaqa oddiy insonmiz. Otamdan orqamayman. Otam bilan faxrlanaman. To'yga kelsa mayli, singlingizni bermasangiz bermang. Niyatim singlingizni Alloh yo'lida baxtli qilish edi. Mayli, sog' bo'ling. Sanaqa ifloslarda yer ko'tarib yuribdi. O'z otasidan hasar qilaydigan. O'zida to'yda to'xtatmoqchi edim. Endi sinimni faqat shu bolaga beraman. Ukangga aytib qo'y, oqpada. Nimaga niyat qilgan bo'lsang, niyatlaringga Niyatim singlingizni Alloh yo'lida baxtli qilish edi. Ota-onam duosi o'qo'li. Libboy narsani teshib o'tadi.